Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hamkorlar va mamlakatimizda tibbiy yordam taqdiriga befarq bo'lmaganlar. 29-mart kuni Nukus shahrida tez tibbiy yordam xizmati bazasida biz tarixiy voqeaning guvohi bo'ldik. Turkiyaning TİKA agentligi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan xayriya missiyasi o'zining eng muhim maqsadiga erishdi. Dastur doirasida Intermate Innovation kompaniyasi tomonidan Qoraqalpog'istonga yuqori texnologiyali uskunalar yetkazib berildi. 12 ta prototip ultratovush tizimi Mindray MX3 tantanali ravishda shifokorlar ixtiyoriga topshirildi. Mindray MX3 modeli nimani anglatadi? Bu har qanday sharoitda ishlash uchun yaratilgan portativ ultratovush tizimi. Qabul bo'limidan tortib intensiv terapiya palatasi, dala sharoitlari va tez yordam xizmatigacha. Qurilma intuitiv sensorli interfeys, yangi avlod yuqori sezgir datchiklari hamda ilg'or tasvirlash texnologiyalari bilan jihozlangan. Ixcham o'lchami va yengil vazniga qaramay, MX3 to'liq o'lchamli statsionar tizimlar bilan tenglashadigan darajada yuqori sifatli tasvirni ta'minlaydi. MX3 eng murakkab vaziyatlarda tez va aniq diagnostika uchun ideal vosita. Ushbu tadbir shunchaki hamkorlikni emas, balki mustahkam do'stlik va mintaqada yashovchi har bir inson hayoti uchun g'amxo'rlikni ramziy ifodalaydi. Aziz shifokorlar, ushbu zamonaviy apparatlar sizga soniyalar ichida to'g'ri qarorlar qabul qilishda yordam bersin va eng qadrli narsa inson hayotini asrasin. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Mahsulot soni cheklangan. Intermate Innovation bilan faoliyatingizni o'z vaqtida boshlang.